Assalomu alaykum qadrli eldoshlar, yurtdoshlar, obunachilar. Yine Xudo xolasa shu Max Deco'ra yangi tovarlarimiz kelib turibdi. Günde Telegram, Instagram, YouTube tarmoqlariga qo'yisha vaqt bo'lmay turibdi. Savdoda maydin bo'lib turibdi, Xudoga shukr. Qisqacha bir obzor etib o'tsak, yine Xudo xolasa toza tovarlarimizga ham shundan kelavering. Shunning rakovinalarımızga ham bularning narxi 1.100.000 so'mdan boshlanadi. Shunning. O'zi hozircha qisqacha nima desam bo'ladi. Tovarlarimiz ozgina keldi. Xudo xolasa sizlarga shu yoqsa yana keltiramiz. Izi davom bo'ladi Xudo xolasa yana. Qadrli yurtdoshlar, bizlere samakleşi tovarlarımızdan keyin doğru Kiley özünde dekopanerlerimiz var. Ularımız tugab qoladi. Sizlarga kerak varianti Xudo xolasa ulardan ham keldi, lekin soni cheklangan. Kelib xarid etib ulgurib qolasizlar. Bu narsani Kiley özünde bo'ladi. Doğru Kileyni ochib turib, devorga yopishtirib beraverasizlar. High-tech lyustralarımızga ham bahosina keladigan bo'lsak, bahosi 850.000 so'm. 3 xil nada yanadi, svet 3 xil rangda yanadi. Keyin boshqa lyustralarimiz ham bor. Soni cheklanmagan. Bizlere nasozlarımız var. Uy Ariston üçün Aristonlarımız var. Keyin şu köçede işletiladigan bog' sug'ormaqa milliy nasozlarimiz ham bor. Keyin yere sug'ormaqa, sholi, bug'doy chumaklarimizdan ham mavjud. Kelaverasizlar Xudo xolasa, chumaklar ham bor. Soni cheklanmagan. Yurtdoshlar, chumaklarimiz bahosina keladigan bo'lsak, 1.300.000 so'mdan boshlanadi epalarimiz. 1.300.000, 1.900.000 so'm, keyin 2.200.000. Razmeriga qarab o'zgaradi. 75lik, keyin 100liklarimiz 2.200.000 so'mdan. Servis xizmatlari bor, 1 yil servis xizmatlari bor. Bu nasozlarimiz ham shunday. Razmeriga qarab, shu ob'yomga qarab, suv chiqarishina qarab ketaveradi. 1 million so'm, 1 million ina 100.000 so'm, 1 million 200.000 so'm. Shundan ketaveradi. Bir ko'rsatib bersangiz aylantirib hamma narsani, hamma vaja servis xizmatlarimiz bor. Fonni ko'rsatavering. Keyin polvonga keladigan bo'lsak, polvonlarimiz 950.000 so'mdan boshlanadi. 1 million 150, 1 million 200. Buning endi arzon qimmatına keladigan bo'lsak, arzon qimmatına razmeriga qarab, suv chiqarish ob'yomi kattalik sababidan shunday qimmatlashib boraveradi. Uni o'zingiz mendan ham yaxshi bilasizlar. Shuning uchun bemalol kelaverasizlar. Polvonlarimiz bilan epaning narxi 100.000, 200.000 so'm raznisa o'ynaydi o'rtada. Shunday. Lekin ikkisidan servis xizmatlari bor. Bemalol kelaverasizlar Xudo xolasa. Arzon narxlarda shu aytilgan bahodan qaytilmaydi deb bo'lmaydi. Qaytiladi baribir. Shu. Bemalol kelaverasizlar. Polvonda nasozlarimiz bor. Keyin mashin polvonda karchellarimiz ham mavjud. Mashin yuvish uchun moyka aparatlarimiz bor. 2.600.000 so'm. Keyin suvarka aparatlarimiz bor. 1.200.000 so'm, 1.100.000 so'm. Keyin hozir trendda bo'lib turgan nasozlarimizdan bor. Nasoz debmiz, uzr. Moyka aparatimiz bor. 1 million, 1.5 million ekan bu. Hamma narsasi bor. Pena sapadan, keyin suv sapadan, naporam normalniy. Bir obzor etib bersangiz. Magazinlarimizda epaning mahsulotlari bor, suvarka aparatlarimiz bor, keyin kompressorlarimiz bor. Bedan bor, epadan bor. Qulay bo'lgan ixchamli moyka aparatlarimiz bor.
1,5 milyon so'm. Bahasını gösterib ketasiz. 1 milyon 550. Hamma narsasi bor, saqlab beramiz xudo xolasa kelsangizlar. Suv filtrlarimizdan keyin mana hozir ko'chama-ko'cha aylantirib 11 milyondan 10 milyondan sotib turibdilar. Bu narsa o'zimizda mavjud 2 milyon so'm bahası. 3 bosqichli suv filtrlarimiz ko'hne shu o'zlarimiz uchun qo'yib turibdi hozir. Lekin internetda ko'rib ko'p odam reklama etib boshqa etib turibdilar. Bu reklamadan keyin qimmat bo'ladi. Biz ham o'zimizda turibdi 2 milyon so'm pul. Shu narsa bilan solishtirasiz. Shu bir xil shu. Ko'rsatavering. Bir obzor etib bering.